O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun bizlarga like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet xabar berishicha, 30 noyabr Toshkent shahri havo o'zgarib turadi. Kechasi ertalab biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Tuman tushadi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-7 daraja, kunduz esa 10-12 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduz esa 7-12 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja, kunduz esa 10-15 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja issiq, kunduz esa 12-17 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja issiq, kunduz esa 10-15 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 0,5 daraja issiq bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng saralarini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.